Ey kelin, Hoyjon, sal tozalab batmaysizmi? Kecha ham hovlini toza supurmagansiz, chala supurib tashlabsiz. ulgurmayapman-da. O'qishdan keyin kelib hamma ishlarga. Tushunmadim, tiz chiqib qoptimi sizni? Bilib ishing qilgin. Men sani onang emasman. Borib erkaligini ana onang qilasan. Tushundingmi? Ona, to'g'ri gapiryapsiz. Nima qilasan tarbiya? Men senga 3 kundan bir kiyim dazmollab qo'ygan dedim. Nima dazmollab qo'ymading? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Adajon. Adajon. Qizim, tinchlikmi? Yaxshi ham kelib qopsiz. Qizingizni tarbiyasi nol. Na kir yuvishni biladi, na hovli supurishni biladi. Tiliki bir qarish. Bo'ldimi Xudo? Qizim yoqmayapti. Ketamiz. Voy, Nima qilyapsiz-da? nima qilganingizni bilasizmi? 1 yildan beri parvarish qilaman, qanaqa azoblar bilan buni o'stirganman. Siz bitta oddiy gulgachi emasman. Men qizimni 20 yil parvarish qilganman. Avaylab, asrab, halollab boqdim qizimni. Qizim xiyonatda ushladingizmi? Yo xonadoningizdan o'g'irlik qildimi? O'g'lini chaqirib berganiga shunchalik qo'yisizlarmi? Sizlarga qul qilish uchun qizimni uzatmadim. Sizlarga kerak bo'lmasa, menga kerakdir bular. Yur qizim, ketamiz.